İkinci Dünya Urushi en ahırkı basışqa kirdi. Sovet qiz armiyasi Germaniya imperiyasining chegarasiga yaqinlab keldi. 1944-yil 11 ayning 8-kuni saharda 5 kishi oldin sep yenisidan uchib Germaniya ishg'ol etgan rayon Polshaga ishg'irlab kirdi. 5 kishining ikkisini vaqtim vazifaning mazmunidan xabardor edi. Ular Georgiy, Germaniya kompartiyasining a'zosi 1939-yili Sovet ittifoqiga qaytib qolgan. Boris, Sovet qiz armiyasining jongo'y darajalik razvedchisi. Qolgan 3-chi Ernest, sobiq Germaniya armiyasining Shangui. O bir yıl burun tarmar kılınan qo'shinni boshlab Sovet qizi armiyasi tarafga o'tgan. Henry, gruppining eng yosh a'zosi, sobiq Germaniya armiyasining 2-darajalik askari. O Sovet ittifoqi urush maydonida asirga tushgan. Yang, mol kurash tajribasi ega polshalik partizan. Aeroplan nishonga yaqinlab qolganda nemis askarlarining to'xtatishiga uchraydi. Bu 5 kishi yot rayonga sakrashga majbur bo'ldi. Georgiy eğri yardımladı. Gruppunun başka a'zolari bilan uning aloqasi uzilib qoldi. Ular bu maxfiy vazifani ijro qilishga kirish bilan mag'lubiyatga uchraydigandek qiladi. Siz onun bilan so'zlashing. Men keyinga ketib turay. Ma'qul. Boris. Beligingizni hareketlendirip bekin. Astırak. Rahmet. Biraz yaxşıp qalğanda qılıdı. Ey. Ay. Eke. Azırak ıssılık içi bilen. Rahmet. Sizler neymiş ki beni tutsizlar? Sizni qutqizilish uchun ahvolingiz xatarlik. Intayin xatarlik. Men ne kep kaldım? Bexatar joyga
Bu joy hozircha bexatar. Hech nimani deb bermayman. Demayman. Qar xilidan beri yig'yotidu. Nega kelib qolganligimizni bilamsiz? Ayfillik izligidan o'tib Adenening yetib keladi deb qoldik. Signal! Hammanglar mashinani yo'shiringlar. Tez bo'linglar, tez! Tez bo'linglar, chaqar. Tez bo'linglar, tarqinglar, tez bo'linglar. Boshqona buyrug'i binoan sizga taklif qilaman. Amerika askarlari o'z sepini besib o'tdi. Ular tank bilan bir qitim kuch hujum qo'zg'aydiganday qiladi. O'z o'rninglarga berib tayyorlaninglar. Aytimiz zarba berishga tayyorlik qilinglar. Tez bo'linglar, chopsan. Biz ko'p ishlaringizni bilamiz. Bir narsa deyishingizning o'rni yo'q. Birinchi qitim bergan telegramingizda Boxniya axborot punktidagi degib shov-shov velishkidagi harakatning muhim halqasi deyilgan. İkinci qitim bergan telegramingizda velishkidagi harakat boshlandi. Buniga SSchilar rahbarlik qilyapti. 120 yani kelima. Yangi shartlik belge SPL. Manga kimning telefonini ulab bergandingiz? O'ylab baqay. Ikki joydan kelgan telefonti. Bosh sharti ish qilib, Velichka. To'g'ri. Undaqda yana birisichi. Vadovets. Bilamsiz, bu ikki joyning ismi nimadan darak berdi? Yo'q, hech nimani bilmadim. Men sizga shuni deb qo'yay. Biz g'o'nayti o'tdan paranglashdik. Har holda vazifa topshirib olish vaqtidagi qasamingizni unutib qolmang. Diqqat qilib, nayti maxfiy kusdim. Sizlarning qizlardan yoki boshqa o'rindagilardan kim bu ikki joyning ismini tilga oladi ekan? Aldirash yezilgan bu bağaqchidan uning mushu ish to'g'riliq siz bilan so'zlashmoqchi bo'lganligini fahmlagandim. Qo'l ostimdagi o'rinlar bilan munosabati intayin muhim bo'lgan ishlarni demoqchiman. Undaqda O sizga hech nima demadimi? nima demoqchi bo'lganligingizni bilmadim, deyjan janoblari. Mening rahbarligimga bo'ysunsiz. Boshqasi emas. Faqat mangala. Siz yana ROL shartlik belgini SPL ga o'zgartdingiz. Osonli belivog'ini bo'ldigan nihoyatda oddiy shifr qo'llandingiz. Shartlik belgining mazmuni signal beryapman. Balkim axborotni bizga bergan bo'lishingiz mumkin. Axborot bekmi muhimkan. Kroviya birsidan menga Renatni amal qilib G20ni kirgizib deb gap aytib beribdi. Lekin siz telegram apparat orqali eliq ko'rib xabar etkizsiz. Boshqa ishlarni qilmaysiz. Kelishganimiz bo'yicha siz mendan yoki Kroviyadan yangi yo'lroqlarni olasiz. Kroviya degan kim o? Bilmayman. Bilishni xohlamayman. U men bilan aloqa qiladigan birdan bir odam. Shu odamlar eliq ko'rib bilan ko'rishalaydi. Men xabar etkizib berdigan odam kommunistmi? U bir xalqaro qarshilik ko'rsatish guruhi. Ularning tashkiliy qurilmasi intayin murakkab. Tarqalish doirasini aytgan. Butkul Silziya sanoat rayoniga keng tarqalgan bo'lishi mumkin. Qolganini men bilmayman. Siz mo mushinchlikni bilib qiling. Chunki sizning ular bilan uchrashingizga erkiz bo'lmaydi. Bo'ldi. Qo'rqotamsiz. Qo'rqsangiz bo'ldi qilaylik, Renat. Boshqacha o'ylasak ham bo'ladi. Men qo'rqmayman, Kraus. Men qo'rqib boqqan emas. Emsa
Men hayat qilishni, shundaqla sizning hayat qilishingizni orzu qilaman. Texmi ko'p kishilarning hayot qilishi uchunla biz shunday qilyapmiz-ku, ha? Men havo armiyasi bilan Italiyaga ketaman. Harbiy telefonda siz bilan aloqa qilishning amalini qilaman. Yangi aeroplanni sinab qilish uchun yaqinda Misha kelishim mumkin. Kepli qasam ko'p deganda 3 oyda yuz ko'rshalaymiz. Esingizda bo'lsin Rinat. Mubodi birisining gumoni tug'dirib nazorat qilishga uchrab qolsangiz, gap qilmang. Zodi gap qilmay turib biling. Buningda maxfiyatlikni oshkorlamaysiz, xoinlikni qilmaysiz. Bu eng muvofiq chora. Yaxshi, aytib bermisingizmi mayli. Üstіңізге алған vazifani bizdan sir tutyapsiz. Buni tushunaman. Lekin biz so'rayotgan ishni aytib bersangiz, maxfiyatlikni oshkorlab xoinlik qilgan bo'lmaysiz. Velishkidagi harakat nimadan derak berdi? Gap qilmang. Zodi gap qilmay turib biling. Buningda maxfiyatlikni oshkorlamaysiz, xoinlikni qilmaysiz. Bu eng muvofiq chora. Siz avara bo'lmang. Meningdan hech nima indirolmaysiz. Sizning telegram apparatingiz oshkorlanib qoldi. Boyi siz yanala aşı mazmunda telegram bergan bo'lsangiz tugishatdingiz. Ular hozir hiliq o'rmonlik bilan 31-egizlikni qo'rishib olib, oqtirib atadi. Biz sizni ashundaq jiddiy paytda qutuldirib oldik. Ammo sizning telegram apparatingiz cho'qim digibning qo'liga tushib ketdi. Telegram aparatim shu o'nko'rda. Yosh askar telegram aparatimni kaynimga qo'yib qo'ydi. Eliq shifr daftarim shu o'nko'rda. O'nko'rda yana 3-chi bir odammi bor, o shifr daftarimni ko'rib o'z o'rniga qo'yib qo'ydi. O yosh askar hiliq meni o'rab kelgan pilosh bilan uning ustini yipib qo'ydi. G'alati ish. Bir yagil top chamanglar. Topoq kuchsizlar, ko'p talqon bo'lib ketdilar. Tarqilinglar. Tarqilinglar. Qanday qilamiz, Georgiy? Amerikaliklarning qo'liga tushib qolsak, qochib ketishimiz tez. Ular tutishib qolguncha biz qochaylik. Navod ikkimizdan birimiz o'lib ketib yoki bir-birimizdan ayrilib qilib yolg'iz qolsaqmi, amal bor Velishga qaytishimiz kerak. Yep uchining Veshneskining singlisi ekanligini, Borislar yo'ldoshlarga aytib, Veshneskining singlisini jazman topaylik yanik. Fursatni g'animat bilib, vazifani o'rindaylik. Arxiv omrining ahvolini egallash butunlay bizga qoldi. Lekin sizlar tepishinglar kerak. Mayli u qayerda bo'lsin, shu maxfiy arxiv omrini tepishinglar hamda ishga kirishinglar kerak. Tafsili ma'lumotlarmi yo'ldosh Barkoni? Yo'q, yo'ldosh Georgiy. Hammani o'zinglar topsizlar. Ish qilib, fashistlar bechit bo'lish oldida turgan rayonlarda o'z odamlarini, atalmish gumashlarini o'rnashtirib bo'ldi. Ularning vazifasi aniq. Jasuslik tashkilotlaridan ba'zilari yemak-ichmak, turmush bo'yimi, qurol yaroq va telegram apparati qatorliqlarni g'amlab oldi. Ular hatto yolg'on guvohnomalarni ishlatishi, qizlar armiya ofitserlari qiyofatida paydo bo'lishi mumkin. Ular ilgirki dushman ishg'ol etgan rayonlarga tarqalib, intayin maxfiy aloqa to'rini shakllantirgan. Ular xoinlar yoki qonunsiz unsurlar o'xshamamdi? Habballi. Nemislar bu aloqa to'riga maxsus tarbiyalangan ishpiyonlarni, maxfiy saqchilarni kirgizgan. Ular ayni yillarda yangi tartiblagan bilimlarni o'rnatish uchun qo'lchimaq bo'lganlar. Bu jasuslik gruppasining vazifasi nima? Ular harbiy axborot to'playdi, ham yetkazadi. Qismlarning o'rni, harbiy nomeri va faoliyati, qo'mondonlik ishlabtirga aloqador ma'lumotlarni o'g'irlaydi. Ular buzg'unchilik xarakterdagi portlatish ishlariga hammadan bak qiziqadi.
Ular hatta barlıq körüklərini, tömür yol əsləhələrini partlatish, xəbərliş torlarını üzüb tashlash yoki buzg'unchilik qilish vazifalarini o'z ustiga olgan. Biz mana shulardan bir muncha jasuslik tashkilotini qo'lga tushirib, ularning buzg'unchilik qilish muddasiga vaqtida peshvo berdik. Biz tapmoqchi bo'lgan arxiv birda nimalar bor? Jasuslik tashkilotlarining tafsiliy arxivi bor. Bu kishilar Ukrainaga, Polshaning o'rta qismiga, Vengriyaga o'rnashtirilgan. Yani 2 saat ötdi. 3248 kilogramski dolqunda hiçbir şey yok. Yakın etrafçı. Yok, şov cinaplari. Dokula. Biz ormanın iki qitim aqtırıp çıktık. Sayının içi bilen 431. igizlik makamıydı. Hiç neme tapamadık. Şov canapları. Xadimlar yığılıp öz ornuna kaçsın. Hop, şov canapları. Totan. Adamlarınız ikiden bir grup olup çağrılsın. Bütkül ormanı tutuşuduğun yol iğizleri ve yollarını sağlasın. Hop. Hem biz kılıdığa iş kalmadı. Telegramı aparatı bilen radar maşinesi tan atqıç işten toxtamasın. Bana vaxt tıklat qıp durun. Ya. Alaydı ahval körülmese saat 10 dinkin tıklat qılın. Muhim işiniz var mı? Vaqtida qaytmasam, boshqalarning diqqatini qo'zg'ab qo'yaman. Neye ketsiz? O'z joyimga. Hem sizin neye çapırıp koyunuz? Velosipedimni shersizag'i yushirib qo'ygandim. Shu yerni velosipedli qaytaman. Gözünüzü etip koyaylı. Bu telegram aparatim menga bekmi kerakdi. Oylab koydunuz mu? Sizge kılgan işençimizge qandaq cevap qaytırasızkin? Sizlar haqiqatan o'zinglar aytgandek, ashundoq odamlar bo'lsanglar, menga shartsiz itoat qilishinglar kerak. Hamkorlashsak desanglar, fursat texi ko'p. Bombardıman to'xtagan aman, mashinaga chiqaman. Meni yon tarafdan qo'g'ding. Motor o't ilish bilanla mashinaga chiqsizda darhol qochimiz. Çağrınızga yaxşıken, lekin şivrigan küçüyüp kesili maşini mağamaydı. Naqli tutulup qalmız. Bundaq təmsizlikni qılmaylı. Ondaqda ular özlerini o'ngishvoqcha biz qanday qishib ketimiz? Yol qeti bo'lmasa hech narga baramaymiz. Oldingi septiki rayonlar butunlay qamal qilingan. Xuddi to'rga qapsalgandek qapsilib qoldik. Bu yerdan hech kim qishib ketamaydi. To'nishtirish bog'i. Xatolashdingiz, hech kim yo'q. Ular hammasini to'nishtirishini yig'ib oldi. Biznikini yig'ib oldik. Yo'q. Av ablaqda jazman bor. Sizlar arliq qoldirib, o'rinni obdan tanlab, tank yaqinlashganda tank atavla etinglar. Uqdinglarmi? Ha? 2-darajalik askar. Siz Meshadan do'qmush kuchi bo'lgan arliqqa mas'ul bo'ling. Uqdingizmi? Ha? Uqdim, Jo'ngoy janoblari. Bir mas'ul ko'rilsa, shtabga qaytishimda Meshadan o'taman. Onun to'nishtirish sizda bo'lib qolsa, Berlindagi Liba ko'chasiga to'salg'usiz bora olasiz. Andaqda sizchi. Xabarchingiz bo'lib, chamadoningizga ko'tirmang. U yana keldi. Siz avıyla işgalda durun. Ben onu ucuqtırıp dey. 5 minutdan keyin hech kim onu istek sorğun qilmaydi.
Konvoy cənabları. Nima ish? Meningcha o'g'izga chiqsak o'chib kira olamiz. Pelmut bilan 2 dona tank qatarni elib, o'g'izga chiqib qarab baqaylimi? Bo'ladi. O'g'izga chiqib qarab baqayli. Amerika askarlari amatga jo'shi janoblari. O'z odamlari bilan do'qirishib qoldik. Ular yengilib qilib, safdan chiqqan 13-tank qismi ekan. Peshonimiz o'nkan. 2-darajalik shoshi askarlarni yig'an. Xo'p. Ammanglar mashinaga chiqinglar. Yo'lga chiqamiz. Tez. Fursatni ketkazib qo'ydim. Ko'zingizga ilvasangiz bo'ladi. Hozir ne kep qoldik? Shersiz shahar darvosiga 500 metr qoldi. Yani 200 metr men mashinani to'xtating. Dostlarınızı agalandırıp koyun. Ahval intayin xavflik. Uqdingizmi? Mening bu nasihatim sizning hayotingiz uchun intayin muhim. Bir necha kungacha hargiz telegram bermang. Boshqa usul bilan aloqalashqili bo'lmaydi. Telegramini yaqin atrofda bermang. Burunqi do'lqinni ishlatmang, dushmanlar buni bilib oldi. Telegramni topchisini bassangizlar, degib sizni yevetidi. Uqdingizmi? Xuddi bo'rdek etilib kelib sizni yevetidi. Sizning qaysi sistemaning, qaysi tashkilotning odami ekanligingizni bilmayman. Hayotingiz bilan nima uchun shunday o'ynashadiganligingizni texmi tushunmayman. Bilishingiz kerakki, bu ish hayotingizga xavf yetkazadi. Zimmingizdagi vazifani o'ylab qo'ying. Telegram apparati o'yinchoq. Hayotingiz qimavozning qo'lidagi o'shq emas-da. Yo'lga ketgan vaqt qaraganda sizlar turgan yer bilan bu yerning orlig'i yiroq emas ekan. Aloqa qilish uchun bir sotkada bir qatim odam avatimiz desanglar avarchilik tatib qolmasizlar. Biz yana ko'rishalamdik yo'q. Bu konkret ahvolga bog'liq. Yordamingizga ko'p rahmat. Saat necha bo'lgandi? Tamoq vaqti bo'lib qoldi. Qo'rq gap qilmang. Per bilan degib qaytib kelgili xeyli bo'ldi. Siz ajab kechikib ketdingiz-ku. Boshliq yana peshkanlik kuchirdi. Janoblarga dakilat. Shav yana iliq peshkanlik kuchirdi. Boshliqlarimiz bir-birisiga bastilishib o'tdi. Yana shu ko'nipada. Degib vazifani vurinchirga itasa, vurinchir maddak bir bechorga ishtirib qo'ydi. Axborotni kutiqchakcha boshqa o'ringa bosamchi. Qara. Ular yaydigan yap bo'lib. Menga turib qolgan varinab qo'ydi. Haqiqiy birodarlarim. Stalingrad o'lib tugidi. Yolg'iz qoldim. Boshqa o'ringa. Hatta oldiq hisobga bosam mayli. Amal yo'q. Boshliq sinabtiri. Yo'lni farqat qilib bo'lmaydi. Qor ko'mib tutdi. Farqat qilib bo'lmaydi. Atrapda. Yo'q, menimcha atrapda. Nima dedingiz? Tozimi ma'lumotlar bo'lib ketdi. Farzimcha, oldimizda odam yo'q.
Aldın hesap. Atrafı bas kerak. Bu yerden bir maşın ötken bositdi. Yolunu bilip algan bo'latdiq. Zanjir tapalliq mashina. Amerika tankisi. Juram, ketaylik, juram. Birodarlar. Hozir razvedka qilish bek muzurr bo'lib qoldi. Kim bor edi? Bu ishning hech qanday xatiri yo'q. Faqat joy bilan nishonni aniqlab kelsa bo'ladi. Mush yo'rg'anda talag'i chiqsa, zo'kan bo'lmay qolmaydi. Men bormayman. Ikkili odam bo'lsa bo'ladi. Mening majburligimdan ko'ra o'zinglarni ma'lum qilganinglar yaxshimikin? Yaxshi. Yana kim bor edi? Yaraydı. Bana şundak buluş gerek. İkinci derdik şaşı. Buladım birini tallı verin. Tayyorlik qiling, birodar. Siz nima ishga yoshlarni tanlamaysiz? Yoshlarga yuraklik keladi, lekin yashan Allah tajribalik bo'ladi. Bo'ladi. Nishonni kompas bilan farqlantiruvdinglar. Shtab, mashada. Mushu o'rmonlik bilan ov o'ylarning oralig'ida. Biz shu yerga olmoqchi. Ochiqini aytsam, oldingi sapning ahvoli tex aniq emas. Dushmanning mashinalari bu yerdan bo'sib o'tgan bo'lishi mumkin. Qaranglar, bir og'iz gap qilmaydigan bu ablah bilan maqiri to'satdan sagrab chiqib, qalsini o'chib bo'lib ketdi. Maydonning og'iri qo'zilqaga o'xshamamdi. Qahvash qeri? Yo'q, kelim og'irwadi-da. Ehtiyot uchun harbiy kinishkanlar bilan boshqa tanishtirishinglarni jo'ng'iga beringlar. Vazifani muvaffaqiyatli o'rinlasangiz, sizni bir daraja o'stirma. Ikkinchi darajalik shoshi. Buni bilasiz? Bilaman, boshliq. Xizmatdashim bo'lsinlar. Sarbadorning badijani. Bizning bu yerda qandayroq o'tyapsiz? Nayt yaxshi. Kep kechiksa yana 2 soat ichida telefon bosh apparati ishga kirishidi. Maqtashga loyiqsiz. Unutib qolmasligingiz uchun bir nuqtani yana ta'kidlab qo'yay. Siz mening shtabimning rahbarligiga bo'ysunsiz. Unutib qolmadim Sarbadorning badijani. Buni belgilama. Sizga muvofiq keladi. Mazkur shtabdagi barliq xodimlar, ofitser, jangchi, xizmatchi xodimlarning bugundan boshlab sirtqi chiqishiga qat'iy bo'lmaydi.
Shtab xodimlarimi buning ichida har doim yo'tkilishni kutib turdi. Uqdim, lekin tushunmayapman. Siz nima ish qilasiz bu gapni? Akşam sizni tepib kelishga odam avatgandim, biroq yo'qkansiz. Yo'tkilish vaqtida bir narsamni unutib qolib ekanman. Shunga qaytib ketgandim. Ne görmez? Aval kaçımız. Vazife icra qilayotgandan qo'limizda to'lishtirishma bor. Tutilib qolsak yo'ldan adishib qoldik deymiz. Navoda Amerika askarlarining qo'liga tushib qolsak, ularga nima deymiz? Adenen rayon tegalgan urush ahvoli qaraganda shunday intan ro'shanki, Amerikaliklar o'rmonda bizdan yolg'iz harakat qilmaydi. Yana kelib ular mushundaq shevurganda hargiz sirtib chiqmaydi. Ular hamisha to'p-to'pilib moto bilan yuridi. Ammo biz ularning yeniga ketyapmiz-ku. Yo'q, qism shtabini izlab ketyapmiz. Uyag baganda siz German armiyasining shtabiga kechiring general janoblari. Biz Sovet armiyasining razvedchigi. Bizga Krakovga boradiganga yo'l xeti, yeydiganga oziq kerak. Bo'lmasa qo'sqimiz eshib ketadi deb doklad qilmoqchimisiz? Ha? Bizdagi mashina, tonishtirish, jadval, qamg'oq, hujjatlarni topamiz. Neymiş bu? Bu yerda sening ishing yo'q, yo'lingga mang. Chapsan mang. Amerikaliklar 1 soat qamay bu yerga yetib keladi. Yo'lingga mang dedim-ku. Yana bir qatim aytib qo'yay. Vaqtida ketib ol. Bo'lmaydi, buyruqni ijro qilmag'ich ketmayman. 16-quruqliq armiya shtabi nerede? Tavva. Tönegin akşamda tarqılib ketdi. Qolgan askarlar buyruqqa binoan Varshavaga ketdi. Biz eng oxirgi muhofizatchilar. Endi qurolingni tanlab turmay vaqtida ketib ol. Ha, mening kimligimni bilamsan? Bildim. Sen qaroqchi ekansan. Pichoqni tashlab, qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Axtırsang axtır, yigit. Tonishtirish.
Quruqluq armiya Shangshi, Agin bilan 2-darajalik Shashi Mor. Aldınqı saf jandarmada 608, 12 qism buyruq bo'yicha Varshavaga boramiz. Üstelgi qo'yib kelgan. İkincilerle şaşırma, sus yok. Kolunu güde. Qurallarni tashlab, qo'lingni ko'tar. Endi navbat sana keldi. Atlar. To'xtab turing. Buni men ujiqtirib o'tay. Tez bolam, avaraman, darhol mangla. Men 5 nomerli qarchiga bosh operatsiya qilinyotdi, ulab bag'ilib bo'lmaydi. Acıdı yok Renet Hanım. Sizni ovozingizdan tanib oldim. Mening nomerim 1. Renat? Renat? Tejan janoblari. Qachon ko'rishimiz? Kechirsiz Tejan janoblari. Men buyruqqa binoan dujurlik qilyapman. Əmisi mən Fernit bilan sözləşsəm bo'lg'udik. Sizning qachon vaqtingiz chiqadi? Axşam siz bilan ko'rishni o'ylagandim. Lekin sizni topolmadim. Hech yerdan topolmadim. Nega o'shirni olgandingiz? Voy, Renat. Renat. Motorkan, ular çoğum özümüzün adamları. Yürü. Yapma. On 6. Quruqluq armiya iştahı qiyada. Bilemsizlar? Meşhedin ötken. İşte askerlik adımlar mı? A taraf düşman bilan jang bo'layotgandi. Endi ko'nglimiz tindi. Eliqi ikki odimimiz kelgandan keyin bir nima deyishayli. Ha. Lux. Men tayyor, boshla. Vesner bilan yordamchim bu yerga kirsin. Xo'p.
Alayda rayonimizdagi banditlarning ahvoliga oid bu materiallarni Dujan Xok bizga avatibdi. Bu ishqa ko'p kuch ketadi. Siz xizmatimizning ehtiyojiga asosan bir jadval tuzsangiz, shu bo'yicha harakat tuyini ishga solamiz. Jadvalni qachon topshirib beraman? Bir necha odamni yondashtirib ishlatsangiz bo'ldi. Tamomanglar. Soat 10 da jadvalni topshirsiz. Ko'pchilikning jazman diqqat qilishini so'rayman. O'sharligimizni hassilab o'stiraylik. Bo'libmi sizning qulog'ingiz sagak, ko'zingiz o'tkir bo'lsin, kasbdashim Vesner. Quruqliq armiya axborot punktidagi digib bilan SS-chilardagi Xok o'tirsida ziddiyat ko'p. Hozircha buning sababini aniqlash tas. Yaqinda dushmanning bir guruh odami parashyut bilan bu yerga sakrgan. Ularning vazifasi izlariga to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Ular kimlar? Bu aniq emas. Shundaqdimi, bu guruhda sobiq Germaniya qurolli qismlarining odamlari bor deb jazmanlashtirishga bo'ladi. Mushu guruhga oid axborotlarning hammasini rastligili bo'lmaydi. Ziddiyat ko'p, yolg'on to'la. Birinchi masala. Nima uchun quruqliq armiya axborot punktining ishlari SS-chilarning ishlari bilan aralashib ketadi? Ikkinchi masala. Nima uchun Xok parashyutchilar guruhi qizqidiyu, lekin o'z bevosita qolsamaydi? Uchinchi masala. Digib Shov bilan Vurunchur Shangvey alayda harakat uyimizning bu yerda shtab qurganligini qanday bilib oldi? Ular mush axborotlardan foydalanganmidi? Eliqi gumonliq telegramida nima uchun Digib Shov Velishkidagi harakatning muhim halqasi deyiladi? To'rtinchi masala. Ashu kichkina shahar vodi o'tez Digibga, parashyutchilar guruhiga, Xokqa yoki mush uch tarafdagilarga zodi nimadan derak beradi? Bundan keyin har qaysinglar mushningga o'xshash ishlardan ogoh bo'linglar. Sizning vazifangiz hamma telefonlarni anglash. Quruqliq armiya axborot punktidagi Digib bilan Jitvanjun bosh shtabining va Xokning telefonda qilishgan gaplarni anglaysiz. Muhim deb bilganlaringizni mening yoki Batning telefoniga ulab bersiz. Men bo'lmay qolsam, xotirli bilib akab bersiz. Uqdingizmi, qizchaq? Uqdim, lekin bu xizmat menga munosib emas. Munosib bo'lmasa-mo, siz jazman yaxshi ishlab keta olasiz. Boshqa jihatdan ortiqcha g'am qilib ketmang. Bu o'g'irlikcha anglash bo'lmaydi. Bu SS-chilar daisining topshirig'i bo'yicha yoshirin ofatni vaqtida tugutish uchun qilinayotgan muhim xizmat. Deydigan gapmi shu? Tushdan avval Jitvanjun qo'mondonlik shtabida muhim yig'in ochildi. Yig'indan burun men hozirqidan bakrak sagak bo'lib, aniq elinmagan ishlarni cho'qim aniqlayman. Quruqliq armiya Shangshisi Hagen bilan ikkinchi darajalik Shashi Mor. Oldingi saf jandarmidöy 608 12 qism Varshavaga. 16 quruqliq armiya shtabiga boradigan yo'l xati. Bizning qismlarimiz bu yerdan o'tdimi? O'tdi. 2 soatdak bo'ldi. 2 kichik mashina, 3 cho'ng mashina o'tib ketdi. Shangshagen. Texmi ishtirak aytsangiz, Berislavda ular yetishib olasiz. Qarang'i tushib ketdi. Hech nimani farq etmaydigan bo'ldik. Bir boshliq ular Berislavda qo'nib, atatiganda Varshavaga qarab yo'lga chiqdi dedi. Tez aydan yetishib olasiz. Endi naq bo'ldi. Rahmat cho'ng janoblari. İkinci dereceli sarıdatın odayıcın kapır verin. Hop.
Yaqında düşmanning bir guruh odami bu yerga parashyut bilan sakragan. Ularning vazifasi izdergi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Ular kimlar? Bu aniq emas. Shundaqdimi bu guruhda sobiq Germaniya qurolli qismlarining odamlari bor deb jazmanlashtirishga bo'ladi. Mushu guruhga oid axborotlarning hammasini rostligini bo'lmaydi. Ziddiyat ko'p, yolg'on to'la. Sizning qaysi tashkilotning, qaysi sistemaning odami ekanligingizni bilmayman. Hayotingiz bilan nima uchun shunday o'ynashganligingizni texnik tushunmayman. Gitler faşistler bilen uçuktan uçuk karşılaştıganlar anç köp emas. Lekin ular xalqimizning jawhari. Ular o'xshamagan qatlamlardan tarkib topgan bo'lsa-mu, haqiqatan jigarlik odamlar. Men seni rag'batlantirmayman, ham to'samayman. Seni shaylarga nisbatan mustaqil fikr qilish, o'z-o'ziga xo'ja bo'lish ro'yi bilan tarbiyalab keldim. Sen bilsa, opang olamdan o'tgandan keyin sen mening birdan-bir sirdishim bo'lib qolding. Mushundaq cho'ng ishni qilmoqchi bo'lsang, hayoting har vaqt xavf ichida qoladi. Shuni o'ylashingiz kerakki, bu sizning amallig'ingizga munosabatli ish emas. Dada, Natsiyatlar partiyasiga kirdingizmi? Men amalning yo'qida kirdim. Lekin men shuning bilan faoliyat ilib boralaydi ekanman. Maktabda o'quvchilar bilan birga ma'naviy tamponlikqa erishalaydi ekanman. İnsanparvarlikning qimmatini saqlab, an'anaviy madaniyatni qo'g'dab, shaiylarni silishtiradigan va ularga tanqidiy pozitsiya bilan qaraydigan fikr usulini rag'batlantirgili bo'ladi ekan. Mundaq ma'naviy tamponlik qachongacha davomlashadi? Bu texnik keyin ma'lum bo'ladi. Qanday qaror kelding? Men bir qarorga kelib bo'ldim. Harakatni boshlab etdim. Hozir qilayotgan ishlardan toza qanoatlanmayapman. Texnik ko'p vazifa bilan o'z ustimga og'im kelyotdi. Amisi hozir nima qilmoqchi bo'lyapsiz? Hozir men qilishga tegishli ish. Hayotimni taqdim qilish. Uqdim. Kraus, bizning qilayotgan ishimiz nihoyat xatarlik. Ular nurg'unlagan kishilarni o'ldiradi. Biz mi o'lib ketishimiz mumkin? Chunki biz haqqoniyat uchun hayotimizni taqdim qilamiz. Men 1-numar. Men 5-numurli qarchiga. Kechirsiz deyjan janoblari. Tushdan keyin telefon uzilib qoldi. Krakovsim yo'limi ancha ravon emas. Intayin xo'shalman. Hozir menga telefon beryapsiz. Men siz uchun Fernitdan qachon ruxsat so'rayman? Bugun akşam deyjan janoblari. Dal 20'da. Ikkilan Varşavaga boramiz. Ikkilanlarga bir kishilik oziq berman. Ikkilanga 2 kishilik bermansiz. Varşavaga bag'ish yetadi. Sizlarga bir kunlik oziq berman. Oncho'lab pixsiliq qilib ketmang. Biz moto bilan top-to'g'ri 28 soat yo'l yurdik. Bugun bir islovda qo'nib atigan yo'lga chiqadigan tursak. Biran naznini qo'l o'chirib olsanglar. Nima degan payzi? Ala. Mayna qaşladım. Bak nima toshquz qo'ydim. Tonuşturishimiz endi o'tmaydi. Shundaqdimi ishimiz o'ng'i tatib qolar. Yana qanchalik mangmiz? 238 kilometr mansaq Krakovga boramiz. 3-4 soat to'xtamay mamsaq bo'lmaydi. Navoda bizdan birasi so'rab qolsa-chi. Jim tur bilan. Ikkinchi darajalik shashirmor. Gap qildisi gap qiling. Bo'lmasa jim demay o'ltirib bilan. Xudom Shangshi Hagen. Xo'p, menga o'zining siz bilan bir qatim uchrashishga ruxsat qilishimni iltimos qildi. Mening bak bilgim keladi. U chuq oshkora so'zlashaydi. Duyjan Xo'p bilan nima munosabatingiz bor? Sizdan ash ishlarni tafsili so'zlab berishingizni talab qilmayman. Siz mening Duyjan Xo'p bilan birga yotgan yotmaganligimni bilmoqchi bo'lsangiz, sizga hargiz bundaq ish yo'q deb javob beraman. Shundaqla ikkimizning o'ttirsidimi bundaq ish bo'lmaydi. Oldida qilgan gapingizga men ishonaman. Keyingi gapingizga qarata shuni deb qo'yay. Bizda keyingi ishlarni faraz qilg'idek unchalik iqtidor yo'q. Xo'p, apandi bilan ko'nglingizni xush qilib yurishingizga qarshi emasman.
Siz kishini maftun qildigan qiz, kasbdashimizlar. Kamtarlik qilib avara bo'lmang. Men burunla diqqat qilgan. Sizni ko'rish bilanla shtabdagi hamma odamning ko'zidan o't chiqib ketadi. Shunda qilib bu taklifni sizning o'rningizda qabul qildim. Kech soat 8 da Xok apandi sizni og'il keladi. Qanday qilish kerakligini o'zingiz bilasiz. Az gap qilib, ko'p anglash. Kesib ayta olaymanki, biz bir-birimizni balg'an sir tushunib ketyapmiz. Bu yerdan Önkirga 10 minut yetib boramiz. Ta'limimizga ular babosdi. Ular bo'lmasa sozliqqa berib, anikidan surishtirib baqayli. To'g'ri. To'lama yaqin turib olmay, yiroq turib ko'zdayli. Yuring. Yuring. Bu telegramda Shanshoning tunugin bizga avatgan buyrug'i ekan. Bu mumkinmi? Qanday o'rindab ketalaymiz? Müşk yapılaq. Şikayetim oldu de. Anlap yakınla. Bu mümkün emas Henry. Yanikli kuşlarının avazını doğru yalaydı. Ular kaçıp gelmemiz gerek. Herkes bexasterlik qilmaydi. Henry. Boris. Yanik. Georgi. Ernest. Boris. Boris. Jiro. Bu bizning shtab. Bu nemislarning mi?
Tonuşturish mana. Qo'rg'iliq armiya shashisi Hagin. İkinci derecelik askar Mo. Tunji qitim haqiqiy tunishtirishga ega bo'ldik. Qo'limizda yo'l xiti degan samandek. Tarqilib ketgandan keyin tunji qitim. Hammamiz jam bo'ldik. Yangi xabarlar ko'p, Georgiy. Biz kichik bo'lsa-mo bir jip uchini olib keldik. Amsa ishni boshlaylik, yo'ldoshlar. Yani telegramı keldi. Bizga berilgan buyruq ekan. Texi boyili keldi. Arxib amrini 7 kun ichida tepishinglar kerak. Bo'lmasa, bek kechikisilar. Undaqda 7 kunlik vaqt qapti-da. Hozirdan boshlab minut sekundni qo'ldan bermayli.